Aziz yurtdoshlar, bugun chislo 23-fevral 2026-yil. Qanaqa qilib qishdan kuchli oyna onasiz chiqqan, yo bo'lmasam bahorga borganda onasi o'lib qolgan. Xullas, onasi yo'q kuchli oilaga bir ramkada turgan, 1,5 ramkada turgan urug' qo'yayotgan slabiy oilani kuchli oilaga qo'shishni ko'rsatamiz. Mana bu slabiy oila. Kecha dorulash jarayonida sizlarga bir aytgan bo'lsam, eslasanglar, enari qisilib qolishi mumkin, ramkani mana qilib qo'yinglar deb nima qilganda o'zim menga ko'payib ketdi. Mana kuchli oila deb, lekin enasi bor edi. Eslasanglar, buni enasi Karpat deb ko'rsatuvdim. Kuchli oila deb buni YouTube tarmog'iga joylaganman. Eslasanglar, qo'lim bilan bunday qilib yurgizganman. Kuchli oila edi. 6 ramkada turgan oila edi. Ehtiyotsizlik qilganim uchun ramka yerga tushib ketdi. Ikkita ramka bir-biriga tekkani hisobiga onarisi ezilib qoldi. Kecha soat 12 larda edi. Bugun mana hozir rosa bir sutka yetimlandi. Hozir ochganda ham tajovuzkor bo'lib g'o degan tovush chiqib turadi. Shenasi bor yo'qligini shundan ham bilsanglar bo'ladi. Hozir bu 2 ramkada turibdi mana shu. Bunda ona bor. Shuni shunga qo'shishni ko'rsatamiz. Buni iloji boricha agar yonida bo'lsa yaxshi bo'ladi. Bir-biriga adashmasdan kirib ketishadi. Bunaqa kalpacholardan foydalaniladi. Bu ham 3000 so'm, 4000 so'mga beradi. 2000 bo'lish kerak bu. 2000 bu. Adashmasam 2000. Bu ham 2000 so'm. Yozgi kunida urug'lanmagan onalarni mashaqada mana qiladi, kandisi bor. Monga qo'yib bir kun yetimlangan oilalarga uni ham alohida ko'rsatamiz. Mashaqada osib qo'yiladi bunday qilib ichiga. Xohlasanglar tepasiga qo'ysanglar ham bo'laveradi. Bo'lmasa mana ikkita simi bor. Ikkita ramkaning orasiga bunday qilib tushadi. Uni alohida ko'rsatamiz. Bu urug'lanmagan onalarni qo'yamiz bunga. Buni urug'langan qo'yayotgan sababi, bunda bir chetida ozroq asalliroq, pergali joy bor. Qolgan joyda tuxum turadigan joyga bo'lsa, bu tuxum qo'yib turgan onalarga qo'yiladi bu qafaschasi. Bu emas, arzon pulini aytdim. Bismillah. Sonasini tovolaylik. Mana urug' qo'ygan, bunga ham yaqinroq olib keling. Mana ekan ona, mana urug' qo'yishlar jarayoni, mana yaqinlashtiring. Ana urug' qo'yapti. Mana sariq turibdi, mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana ko'tini tiqib turibdi. Mana shu turishda urug' qo'yapti hozir bu. Yaqin olingda shuni. Mana o'rnidan siljidi. Ko'rdinglar-a urug' qo'yishini? Ona katta, yaxshi. Baquvvat. Mana oling, mana. O, qirg'ada ketyapti. Shuni hozir nariga kuchli oilalarga qo'yishni ko'rsatamiz. Asalli ramkasi bor joyga qo'yiladi. Kecha shuncha ehtiyotsizlik qilib qoldik. Havo salqinib ketyapti deb shashilib ramkalar bir-biriga tegdi. Endi Allohdan aytgani bo'lar ekan. O'zimiz o'ltirib oldik shuni. Yaqinlashtiring mobilni. Iloji boricha 2-3 ta ari bilan qoldirsanglar bo'ladi buni. Hozir asalli joyiga kelsin. Ushaganda qanotidan ushaysizlar. Voy. Qochib ketdi. Ehtiyot qilgan sari qochib ketasiz. Qanotidan oldik. Ozroq arsi bilan qo'yaveramiz.
yaqin olib keling, mana ketyapti mana. Mana. Tuxum qo'ygan joy bor. Asalli ovqati turibdi. Yonboshlari bekilgan. Endi buni qattiq yopish kerak ekan deb qattiq bosib olmaysizlar, yaqinroq olib keling. Mana mana iloji boricha endi bizda joy nima bo'ldi? Mana balna joyiga qo'ymasdan tekisroq joyiga qo'yiladi. Qattiq bosib olsam masofasi mencha ezilib qolishi mumkin ona. Endi hozir shuni yonidagi oilaga qo'shamiz. Mana tajovuzkor bo'lib turibdi, mana onasi yo'qlar. Mana arini ko'ryapsizlar, kuchli oila edi. Mana qanotini ko'tarib, yaqinroq oling. Mana qanotini ko'tarib vertolyotga o'sha g'ig'ig deb turishadi. Mana ularni ham oling mana. Shu onasi yo'qligidan dalolat mana. Hammasi qanotlarini ko'taryapti, g'ig'ig deyapti. Onamiz yo'q, ular bezovta bo'lyapti o'zi. Hozir chaqish ehtimoli ham ko'proq bo'ladi bularda. Buni ko'proq dutlab qo'yaveramiz. Qanchamcha hid ham aniq bo'lib turadi. Sezilmay turadi. Mana hozir bu 1 2 3 4 5 6 ta ramkada turibdi. Eng kuchli oilalardan onasi juda yaxshi urib qo'yayotdi. Qanotini hammasi ko'tarib turibdi. Masalan qilib men qo'yganimda topatib yerga tushdim o tomonga. U menda hayotiy tajribamdan 15 yil ichida birinchi marta bo'lishi. Ko'p asalachilardan eshitardim, shu ezilib qoldi. Ramka qo'yayotgan ehtitolinglar deydi. Shu meni boshimdan o'tdi. Eshitgan edim shuni. O'zim boshimdan o'tish. Bunash mana qog'ozi ham ko'rinib turibdi. Shu dorilash jarayonida bo'lg'di shu. Buni ham bitta qog'ozini olib kanasini bitta ko'rib qo'yamiz. Juda oila zo'r edi. Mana bir kunlik urug'lar ham bor. Mana mindirolib turibdi. Bir kunlik urug'lar bor edi. Asalga o'tkayli juda zo'r ishlashgan edi. Chaqmanglar, rostlarga ina qo'yib beraman men. Sizlarga yaxshilik tilayapman. Mana tajovuzkor bo'lib ketadi. O'zi Karpat zotli arilar uzukora bo'ladi. Raspotlari bor edi mana. Urug'lari asalga zo'r ishlagan edi. Bu o'tgan yilgi asal sezon mavsumida eng startyor deb qo'yadi ruslar. Asalga yaxshi ishlagan bir xilgisi misol 2 kilo ham beradi. Bir xilgisi 1 kilo ham beradi, bir xilgisi 20 kilo ham beradi. Bu ashnaqa bir 20 kilodan oshiq 25 kilo ham undan ham oshiq bo'lsa kerak, 30 kilo, 25 kilo, 30 kilo atrofida. Mana, oling buni ham yaqinroqdan. Urug'i pastroqni oling mana. Ha, shular mana urug'lar turibdi. Urug' bor edi bunda. Mana qilib yaqinlashtiring-da. Mana qilib qo'yganda shashilib ketib ro'zaligimga boshim aylanib ketib, tezda qarayman deb o'ltirib oldim. Yaqin qilib oling mana arilarni. Hammasi yaqin. Mana gulchang ko'ryapsizlar. Gulchang zo'r kelyapti. Gulchang zo'r kelgandan keyin sirop ashmayotganda 200 gram 200 gramdan mashq havoda ham bersa bo'laveradi o'sha. 200 gramdan berib tursanglar zo'r bola qo'yadi. Bu eng zo'r oilamizdan. O'sha oyog'ida oqlar turibdi. Agar ari sotib olganlar kelmasa o'zidan chiqarsa ham bo'ladi bularni. Mana shunaqa eng oilalarda misol 4 yoshi bormi, 5 yoshi bormi oilalarda
Asalni ko'p eng babi hammasi ham bir xil bermaydi. Mana shu 20 tolingizdan 3 ta 4 tasi zo'r beradi. Shulardan mesniy bo'lsa ham ona chiqarsanglar bo'ladi o'zidan. Uni ham alohida bitta video qilamiz. Biz ko'proq g'umbak qo'yamiz. G'umba sezon tugaganda o'zida kuchli oilalardan ham chiqarib olamiz. Uni ham ko'rsatamiz qanaqa qilib qilishni. Endi bitta ikkita gumbakga qayerga boraman deganlar bo'lib qolsa, bu enchekadagisi ilka. Ularni yaqinlashtiramiz. Baxtimizga yonidagi ekan. O nariyada ham bitta bor edi ekan. Adashmasdan yoniga kirgan, yonida bo'lgan ham yaxshi-da. Mana o'rtasini doska bilan to'samiz, ko'rdinglar, mana doska. Mana. Mana. Bu mononi qo'ymaganim sababi bu nimaroq? Semizroq, ko'proq joyda egallab qoladi hozir. Endi kalpadaga onani bu qatoriyani ko'rib qo'yamiz. Men o'zim ishonch hosil qilish uchun. Yuribdi ekan. Buni doskani orqasiga qo'ymanglar buni. Hali birdaniga mana onasiz qolgan orilar mollarga hujum qilib berishi mumkin. Onasini o'rab, dimlab qo'yishi mumkin. Mana teshiklarni bekitib yuborishi mumkin. Erta bahor bunaqa bo'lmaydi, sabab bular hozir rosa onaga muhtoj. Mana birinchisiga uni qo'yamiz. Mana iloji bo'lsa yaqinlashtirib yormasham kerak. Ozgina masofa ham tursa bo'laveradi. O'rtaga gazda qo'ysa ham bo'laveradi. Mana bundan foydalaniladi. Mana yaqinlashtiring. Hamma o'zimizni odamlarda aptekasida bo'ladi. Kalolon, hali yurakka ichishadiganlar. Va yo'q, bu validol emas, bu karvalon. Shundan olib turib, ikkalasini hidi bir xil bo'lishligi uchun, bir xil kelib ketish uchun mana o'zi 2 tomchi ham yetadi. Men endi oila kuchliroq uchun bir-biri bilan urushmasin deb turib 2 ta qo'yib qo'ydim. Mana sekin-sekin monondaylar bir-biri bilan tanishib bunga o'tadi. O'tganning hisobiga keyin hidi bir xil bo'ladi. Bo'lganda qo'shib yuboramiz keyin. Ertaga razdelительный решетkadan nimadan qalpachoqdan chiqaramiz. Uni qabul qilmaganini ko'rsatamiz unga. Uni ham yaqinlashtirib qo'ysak ham bo'laveradi ozgina. Chunki ona qo'rqmaymiz, onani berginda. Keyin yana bir narsa. Mononi orasini yaqin qo'yib olmaysizlar. Mononi. Haligi dimlanib qolishi mumkin. Mana qalpochoq. Mana turgan qalpochoq. Onondagini necha masofa orasi munchacha ochiq turaveradi. Oldingidan ko'ra mana 2 ta mana. Qarang mana. 2 ta mana mollarga bitta qo'linglar sig'yapti. Bunga 2 ta qo'l sig'adigan, bir tarafini 2 ta qo'l sig'adigan qilsanglar ham mana undagi qalpochog'i, mana. Ona turibdi hozir. Mana undagi qalpochoq keyingi ramkaga monga yopishib bo'lsa, dimiqib o'lib qoladi ona. Shuning uchun orasini kattaroq ochib qo'yiladi.
bir-biriga o'tish uchun cho'pala qo'yib qo'yamiz. Sirasi yoqamiz. Ham buni arzon qoqib deylik bunga. Qushlar olib turasiz. Onasi uyg'urlik uchun bular mana chahyapti. Alamini kimdan olishni bilishmayapti. Qoqqanda ham mana yangi ustiga qo'ymaysizlar. Yangi qo'shilganga, mana eskisiga o'zini o'rniga qo'yib tashlaysizlar. Mana shu qoqqanda ham potiramaysizlar. Mana ari gupullab kelyapti. Agar qattiqroq harakat qilsanglar, chaqib oladi hozir. Mana o'sha chaqaman deb harakat qilyapti. Betim oling-da. Mana. Ko'zimni chaqmasa bo'ldi. Kecha lavimni chaqib oldi. Pishmadi yaxshi. Bitta bahorasa bular kuchga to'lgan paytida qochinglar. Qochinglar. Tagidagi litovni ham bekitasizlar. Chiqinglar. Litovni ham bekitib qo'yasizlar. Bunchida hozir yosh arilar chiqmagan hali. Hammasi start yo'l uchadigan eski arilar, qishloqdan chiqqanlar. Teshigini bekitmasanglar, monondagi ramkadaglar qayta yana monga o'tib oladi. Endi o'zi qolib ketib qoladi nariginda. Buni dut yordamida chiqarib olamiz buni. Ertaga 24-kuni 24 bo'ladi. Shu peshindan keyin Xudo xolasa ana arini qabul qilgan qilmaganini qanaqa holatlarda qabul qilgan bo'ladi. Qanaqa holatda yana birar kun turish kerak. Shuni ko'rsatamiz. Mana qomar ichida. Endi buni urab qo'yamiz.